Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana men Turkmanistondan keldim. 20 yildan buyon kelyapman litseyga. Bu yerning litseysi juda ham yaxshi. Doktorlarga rahmat. Elektron muolaja, boshqa muolaja, maqsad juda ham yaxshi bo'lyapti. Mana Xorazmliklar, Qoraqalpog'istondan do'stlik bu yerda kelib, mana shulardan maza qilib dam olyapmiz. Yurtdoshlar iltimos iloji bo'lsa shu ishlasanglar yaxshi litseylar qilaveringlar. Menga juda yoqib qoldi. Mana Qozog'istondan ko'p odamlar kelyapti. Hali yana kelaman degan umiddaman. Rahmat sanatoriya ma'muriyatiga. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz bugun Nazarbek sanatoriyasida oilamiz bilan kelib juda yaxshi dam olyapmiz. Albatta havosi, davolash metodlari juda sifatli va o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Men sizlarni shu sanatoriyada dam olishga taklif qilaman. Juda ajoyib va juda bir yaxshi dam olish maskani ekan.